Nima deyapti? Bu salfetka, bu oq salfetka. Buni biza Balandroq gapir, eshitmayapman. Nima demoqchisan? bu salfetka, bu Buncha aqllisiz. Bu qo'limda salfetka. Salfetka. Oq rangda. Oching, jag'laringizni oching. Shuni yirtib tashlang. Yillar davomida parda ortida yotgan bechara kichkina ovozingizni yirtib tashlang, deb pardalarni olib tashlang, chiqsin, uchib ketsin. Deb o'zingiz uchun kurashing ozgina. Kuchaning ichingizga kira olamanmi? yo'q. Men sizga bezlarcha gapiryapman. Ichingizga kira olamanmi? Yo'q deng. Yo'q. Yo'q deb tashlang. Yo'q. Kirolmayman. Kira olmaysiz. Men sizga faqat yo'nalish bera olaman. Lekin ichingizga kirib simlaringizni ham torta olmayman, mushaklaringizni ham qila olmayman. Ushlang. Bu salfetka deng. Soting o'shani. Bu salfetka. Qarang, mana bunday. Qarang, o'chib ketdi yana. Nima? Qarang deng. Qarang, bu salfetka. Mana buni ochib yopamiz. Men kampirga ochib yopish nima kerak? Men ochib ham bo'lganman, yopib ham bo'lganman. Nima? Bu salfetka. Bunday ochamiz va Menga ochishni o'rgatma. Men ochishni ham bilaman, yopishni ham bilaman. Bu salfetkaligini menga tushuntir, yetkaz. bu salfetka. Ozgina jahl, emotsionizmga yetkazib beraman, tushuntirib bera olaman deb ichiga kiring. Bu salfetka. Bo'lasan, yirtasan, surtasan, artasan, deng, tamom. Nima qilasiz? Odobli, axloqli. Bunaqa bo'lib gapirishga. Sizga men tartibsiz deyapman, siz menga bu salfetka bunday ochasiz, surtasiz, ko'rdingizmi? Yorolmayapsiz.